Men brak kameralarni ko'ryapsizlarmi? Bu sohani o'rgangunimcha hammasini brak qilganman. Eng qiyini mana shu vertolyot bo'lgan, lekin qo'yganman. Hozir sizlarga shu mini kamerani shu kemachaga qo'yishni ko'rsataman. Hech qachon unutmang, erkak sizga sirini aytishni boshladimi, mana shu siriga vafodor bo'ling, ya'ni sirdosh bo'lishni biling. Qachonki siz uning sirini olib ko'chaga olib chiqsangiz yoki onasiga, otasiga yoki hattoki yaqin o'rtog'ingizga aytsangiz va qayerdandir u shu gapni eshitib qolsa, bilingki siz ancha uzoq yilga u sizni yana uloqtirib yuboradi. Ya'ni ishonchidan chiqib ketasiz, balki butun umrga. Ya'ni qaytadan siz uni sirdoshi bo'lishingizga, ya'ni qaytadan uni sirini sizga aytishi uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Eringiz sizga sirini aytdimi, uni juda ham sakralniy bo'ladi-yu, juda ham ehtiyot qilishga harakat qiling. Kemachamiz bilan Kanada chegarasiga ham yetib keldik. Mana videolarini ko'rsangiz bo'ladi. Ovozli videolarda tiniqligini qarang. Batareykasi 10 soatga yetib beradi. Mashinangizda siz boringizda ham, yo'g'ingizda ham nimalar bo'layotganini ko'rib turmoqchi bo'lsangiz, ko'rinmas kameradan xuddi shunga o'xshagan osvetlitelli kamera olsangiz bo'ladi.